Hamma narsa Allohdan. Hamma narsa Allohdan. Tug'ilisham Allohdan, o'lim ham Allohdan. Ikkov ishni ham Xudo qildimi, biz unga rozimiz. Boylik ham Allohdan, kambag'allik ham Allohdan. Ikkoviga ham alhamdulillah. Bugun boy qilgan bo'lsa alhamdulillah, 2 oydan keyin kambag'al bo'lib kelsak, unga ham alhamdulillah. Chunki ikkovini ham qilguvchi zot bitta, u Alloh Robbimiz. Agar biz Alloh bergan, Xudo taqdir qilgan ishlarga norozilik kayfiyatini bildiradigan bo'lsak, Xudo saqlasin, o'sha bandadan Alloh ham rozi bo'lmas ekan. Alloh kimdan rozi bo'ladi? Alloh o'zini taqdiriga rozi bo'lgandan rozi bo'ladi. Val qadari khayrihi va sharrihi minallohi taala. Taqdirdagi ishlarni yaxshisi ham Allohdan, yomoni ham Allohdan. Yomoni qandoq? Tug'ilgan insonning o'lishi. Biz uchun u xafachilik ish, u ish. Lekin uni Alloh qildi.